Assalomu alaykum aka-ukalarimiz. Mana burishotgan bo'ldik. Mana shunda sariq to'proq quri bor. Pisok deydi, miti pisok deydi. Mana shunda olib kelib salasizlar. Mana shu ishqalab ketaverasiz. Ha, qilaver. Ko'rsan. Bir hafta shu fonnisini urib ton qilib, ana yerda jetmadi. Yana uydaga zakaz qilgan. Mana fonni qilib bo'ldik. Mana bunday polajeni bo'lsa, sizlardan aka-ukalarimiz mana shuni temir, ugalov temir qo'ysasizlar, ankirda qatirib qisaslar bo'ladi. Mana fonni qarasha 106 kvadrat chiqdi. 7 kunda urib bo'ldi fonni. Mana bunday polajeni bo'lgan taqdirda kesib uklon qilib kesganmiz fonni. Bundan polajeni bo'lsa, buton bu taraf qo'yilgan. Bu tarafdan xuddi shu bag'ana ko'rsatganda ugalov qo'yasizlar. Ankirda qatirib, mana shunda ursasizlar bo'ladi aka-ukalar. Где-то 70 sm buton qo'yilgan. Bu yerda baribir qo'ymayman degan egasi, parabol qo'ymayman degan edi. Shuni fikrida biz uyda egasi o'qamiz, mana shunda fikr qilib ugalov qo'yganmiz fonni. Bu tarafdan ham fonni mana shunday ugalov bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi aka? Bu yerda jetmagan, bu yerda yana 8 kvadrat jetmadi, olib keladi. Birtada like qo'yib qo'ysa, shu video yoqqan bo'lsa, agar kim bir shotga yaqin bachalar bo'lsa, mana shu shotka bilan qimlatib, shu shoftarida fonni shu zazotlarda kiradi. Qimlama qiladi, keyin bir trombovka qilib jetarsa tamom. Video yoqqan bo'lsa, bir ta like bosib qo'ysa aka-ukalarimiz. Sizlarda foydali video bir taydiga bo'ldi degan umiddamiz.